Nech pul bular? Bular narxi primerni 6-7 million, 8 million shu atrof. Kilosi nech pul? Kilosi endi joyvesga tortib beriladi. 50 mingdan 70 mingga atrofi, egasi bilan kelishiladi. Значит, bular o'sha bordoqqiga boqiladi. Bordoqqa boqiladigan qo'chqor. Nech pulni olgansizlar, nech pulga sotasizlar, qachon sotasiz? Endi bularni 1 yil oldin 3 million 800 4 milliondan olganmiz. Endi hozir kiloga tartadigan bo'lsa, menimcha 8-9 million 10 million atrof ketadi. Zo'r. Demak, qo'y tanlayotganimiz nimasiga qarab ahamiyat berishimiz kerak? Birinchi navbatda xoniga, ota-onasiga. Qaysi qo'chqor bo'lgan, otasi, onasi qaysi sog'liq bo'lgan, o'shanga birinchi navbatda kimni qorasidan kelib chiqqan, qaysi seleksiya, o'shanga e'tibor berasiz. Undan keyin qo'y tanlayotganda mana qo'yning uzunligi, balandligi, rangi, eksterior, chiroyi, qulog'i, kallasining kattaligi, dumasining osilgan, osilmagani. Osilgan bo'lish kerak? Yo'q. Endi osilgan bo'lsa go'sht yo'nalishida ketadi. Naslchilik yo'nalishida dumasi tikka bo'lishi kerak, iloji.